Jigarni tozalash uchun ajoyib sinovdan o'tgan retsept aytaman. Kuniga atigi bir stakandan ichib yuring, 7 kunda jigaringiz sog'lom bo'lib yaltirab ketar ekan. Petrushkani bir bog'ini olib to'g'rab blenderga solamiz. Petrushka jigar qon aylanishini yaxshilaydi va zaharli moddalarni chiqarib tashlaydi. 2 dona limon bo'lak blenderga solasiz uni ham. Limon jigar va butun organizmni toksinlardan tozalashga yordam beradi. Yarim choy qoshiq qora murch va yarim choy qoshiq zarchava qo'shasiz. Bu 2 ziravor qonni tozalab, jigarni poklab tashirkan. 2 stakan suv ustidan solasiz va bir xil massa hosil bo'lguncha blenderni aylantirib olasiz. Uxlashdan oldin bu shifobaxsh eliksirdan 1 stakandan ichasiz. Atigi 7 kundan so'ng jigaringiz tozalanib, yuzlaringiz tiniq bo'lib, yuzdan nur taralish boshlanadi. Sog'lig'ingiz ancha yaxshilanadi, kayfiyatingiz ko'tariladi. Bu foydali retseptni yaqinlarga ulashib qo'ying. Agar ortiqcha vazndan parhez va mashqlarsiz qutulishni istasangiz, 8 raqamini Telegramimga o'tib yozib qo'ying va men sizga kursini tashlab beraman.